Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi shohona katagimiz tayyor bo'ldi. Bu katagimizning razmeri uzunligi 2.60, eniga, ya'ni yoniga 1.70, balandligi 2.5 metrga boradi. 2.40 atrofida ekan. Ikkita portishkasi mavjud. Eshiklariga ham qulf tushadi. Uyalar soni mana yonida, ro'parada, bu yonida ham bor. Ikkita parlash xonalari mavjud. Qo'noqlari mana yetarli darajada. Mana metrimiz ham qolib ketibdi. Metrimiz sotilmaydi. Uyalar soni 86 tadan iborat. Chetkalar yaxshidan bo'lgan, tagi yerli varianti. Portishkalar kaptar parlash xonalarining eshigi ichkarida. Buni tashqariga o'rnatsa ham bo'ladi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 kodi bilan 177 33 15 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Eng sara kataylar faqat bizda bo'ladi.